Faqat ukalni o'rtmasdan qilasan-da, xo'p qizim. Xo'p. Ana kistangizda gertakkina pul bor ekan, shuni ishlatib qo'yuvdim. Bilganingni qilaver. O'z yuragim siqilib turibdi. Voy, yurak nima siqilyapti-kin? Yo erimda xotin tashlab ketdimikin? Xotin o'zimman-ku. Hamma dugonalarimda iPhone 17 bor. Menga ham bitta abring. Bo'ptimi, o'lag'ay. Faqat ketishda aptekadan menga davlina dori ham olaylik. Tinchligimga ish qilib, birorta og'ir kasal bo'lib meni jashirib turibdi deyman. O'ldim. Oshinni mendan ham ko'proq yaxshi ko'raydi. Turtib oldi, endi tevalash bo'ladi. Aka, ko'zingizga qaramaysizmi? Aka, mashinangizni qilib beraman. Faqat to'ylashib ketmaylik. O'zi katta dardim bor. O'zimnikini qilib ber demadi. Demak, puli yo'q. Biznesi bankrot bo'ldimikan? Undan ko'ra kasal bo'lgani yaxshi edi. Astag'firulloh, astag'firulloh. Telefonima? Men qarang, Katrina Kayfni rasmiga kecha nima yozuvchi jo'natdingiz? Yarim yalang'och rasm qo'ygan ekan. Ertaga olovda yonasan deb olovcha tashab qo'ydim. Qo'y. Bemalol siqilib olay. O'zi og'ir dardim bor. Kirinim. Xo'p, nima ekan ashida sakritiv profilga o'xshab ichizdag'ini bilib bo'lmaydi? Xotin, bu dard bitta men emas, hamma dadalarni qiynaydigan dard. Koronavirusga o'xshagan yangi virus chiqibdi. Undan ham vahimaliroq. Bu dard shuki, mana shu avaylab asrab katta qilayotgan murg'akkina qizalog'imizni bir kun kelib birovga uzatishimiz kerak. Bu ko'zmunchoqchamni qaytibgina birovga berib yuboraman. Shu jimitdakkina qizimizni uzatishni o'ylab, halitdan tashvishga tushyapsizmi? Bu narsani sen tushunmaysan. Bu dard faqat qizi bor dadalargina tushunadi deganlar. Bitta like bosib qo'yamiz. Sen aytasan, men aytaman jonim. Yumshoqroq qilding dunyoni. Sen yana kichkina xon. Baxtga to'ladi bu xona. Shogird bo'lsa bitta shunday bo'ladi-da. Uka bo'lsa bir shunday bo'ladi-da. Bundan zo'ri bo'lmasa kerak-ku. Kinolarda-da endi bundan zo'ri. Ha, qaranglar, kelishimga qorlarni kurab, yo'llarni ochib. Malades, qaranglar. Ha, qaranglar. Alloh topganingga baraka bersin, hurmatli qizlar. Mana shunday bo'ydoq yigit yangi hayotga, katta hayotga tayyor turibdi. Vaziyatni qo'ldan boy bermanglar. Talablaring qanaqa bo'lishi kerak, Asilbekjon? Talablaring qanaqa bo'lishi kerak? Insofli, iymonli bo'lsa bo'ldi. Qolgani yaxshi, ha? Ikkita uchta mashinasi. Ana. O'sha uchun bu uylanish cho'zilyapti-da buni. Ketdik qani, ko'rishmadik aytgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, salomatmisan, zo'rmisan? Qanday, bratan? Zo'rmi? Biz pizzamizni keldik, xudo xolasa. Rostdan? Ha. Aka, turdan beri tozaladim deyapti bu. Ertalab sahar kelib tozaladim deyapti. Ana brat kulib olma. Charchamayapsizmi aka? Qandaysiz?